Bana qara singlim, günlerim soğuk ketdi, bu işing bana yakmadı. Ben 3-4 gündən keyin kredit to'lashim kerak. Unchalik pulaming algan yo'q. Canıma deydi, başka iş tapish kerak. Qarang akamjonim, endi qish keldi, endi kasbni o'zgartiramiz. Aha. Endi blogercha bo'lamiz. Bloger? Hey, hamma pul blogerlarda. Bloger bo'lish uchun bir normalni bashara kerak. Unday demang akamjonim, basharangiz zo'r-ku. Men o'zim aytib turganim yo'q, sen aytib turma. Unday demang, qoshman degan menda, ko'zman degan menda, figuracha degan menda. Qani bir aylanib boring qani. Figuraga gap yo'qdan, lekin basharani taqlash kerak. Qarang, bu yurgan blogerlaringizda mendan ortiq joyi yo'q. Qarang, do'kon ochilibdi. U yerdan bir model bo'lib chiqaman men hozir. Ko'rasiz. Yo'q. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper drop. Buni bu ishlari bo'lmaydi. Bu yerdan bir model bo'lib ketsa, hamma bunga telefon qilib maykana tushib bering, maykana tushib bering. Meni kreditlarim kim to'lashadi? Yo'q. Buni tez olib chiqib ketishim kerak. Na, singlim bo'ldingizmi? Ko'rdingizmi akamjonim, qanday model bo'lganimni? Ha, ko'rdik. Lekin bu ish bo'lmaydi. Singlim, bizning ishimiz ko'chada, xalqning ichida. Hozir hamma bloger bo'lib qolyapti. Ular uchun o'zimizning ishlarimizga turganimiz yaxshi. Domoqim ham yaxshi bo'ldi. Sadaqa bering. Hidoyoliga.